O'shanga to'ydan oldin men qizimni bir tekshirtirmoqchi edim dedilar. Qizlarni UZIga olib borsalar, ularda jinsiy organlar aniqlanmagan. U qiz hayz ko'rmagan. U yoq tomonda to'y boshlab qo'ygan ota-ona. Bu onalarni shu darajada e'tiborsizligi. Har bitta ona mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. O'g'il bolalarda ham xuddi shunaqa. Bemorlar buni bilishadi. Men albatta rivojlanish yoshiga yetgan o'g'il va qizlarni UZI tekshiruvdan o'tkazaman. Urologga borib tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Ikkinchi oilani ham bu oilani qanaqadir emotsional holatlar, buzilishlar, oila buzilishlarini oldini olgan bo'lamiz. Nilufar Batirni 12 yillik faoliyatingiz mobaynida esda qolgan, sizni ta'sirlantirgan holat bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, bemorlaringizga foydali bo'lishi uchun bizga ham aytib bering. Juda ham o'rinli savol. 12 yillik tajribam mobaynida hayotimda ayol sifatida hamda vrach sifatida meni juda ham o'ylantirgan va shunaqa insonlar borligiga ham jahlim chiqqan holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Shulardan bittasini sizlarga bo'lishmoqchiman. Har bitta qiz farzand va o'g'il farzandni dunyoga keltirgan onalar uchun bu juda ham foydali bo'lishi kerak va hamma o'ziga kerakli bo'lgan xulosani chiqarish kerak. Bundan 3 yil oldin 2022-yilda bir ayol keldilar qabulimga. Ular Namangan shahridan ekanlar. Doktor yordam bering, yordamingiz kerak. Sizni menga tavsiya qilishdi. Siz yordam bera olarkansiz menga degan. Menda u paytda jonli navbat bo'lgan. Navbatda odamlar juda ham ko'p. Hamma shu kuni vaqtga to'l bo'lgan va meni imkoniyatim yo'q edi u ayolni olishga, lekin u ayol yig'lashni boshladilar. Olmasangiz bo'lmaydi, sizga umid qilib keldik dedilar. Keyin men ularni o'tirib turing, harakat qilaman sizni ko'rib berishga degan tushuntirishlarini olib bordik. Keyin ular o'tirdilar. Qo'llarida MSKT bor ekan. MSKT natijasi, lekin qiz farzandlari yonlarida yo'q. Navbatlari kelganda qabulimga kirdilar va aytdilar, meni qizim 19 yoshda, 2 oydan keyin yaxshi niyat qilib to'y boshlab qo'ydik dedilar. O'shanga to'ydan oldin men qizimni bir tekshirtirmoqchi edim dedilar. To'ydan oldin bilasizlar, bizda o'zbekchilik har bitta inson yaxshi niyat qilib to'ylar qiladi. To'y qilish maqsadida ular qizlarni tekshirtirmoqchi bo'libdilar. Ya'ni bilasizlar, bizda har bitta o'zbek xonadoni to'y qilgandan keyin yaxshi niyat qilib farzandli, nevarali bo'lishni juda ham xohlaydi. Обязательно onalar to'yga 2-3 oy qolganda, o'zim praktikamda ham juda ham ko'p uchraydi. Qizni, o'g'ilni tekshirtirishni boshlashadi. Ertaga nimadir gap so'z chiqmasin deb. Qizlarni UZIga olib borsalar, ularda jinsiy organlar aniqlanmagan qizda. Meni eng taajjubga solgan va meni juda ham qattiq xafa bo'lishga sabab bo'lgan narsa bu holatda mayli UZIga ham olib boribdilar kech, balki qishloq joy, sharoit bo'lmagandir. Meni eng taajjubga solib va ham ayol sifatida, balki siz aytishingiz mumkin, siz vrachsizda, siz e'tiborlisiz. Vrach emas onalar ham bunga juda qattiq e'tibor berish kerak. Onajonlar, biz dunyoga farzandni keltirdikmi, biz mas'ulmiz. Shaxsan o'zim 4 ta farzandim bo'lsa, homiladorligimdan u farzandga mas'ulligimni his qilaman. Bu his-tuyg'u har bitta onada, otada bo'lishi kerak. Ayniqsa onalar bunga juda ham mas'ul. Ya'ni qizda umuman jinsiy organlar rivojlanmagan. Eng achinarlisi 19 yoshgacha hayz kelmagani uchun ona qiziqmagan ham. Hech qachon u qiz hayz ko'rmagan. Faqat ikkilamchi jinsiy belgilari ko'kragi bormi desangiz, ham bor. Ikkilamchi jinsiy belgili, ya'ni tuklanishlar bormi desangiz, ham bor. Unaqa juda ham emas, o'zi kech boshlangan. Deyaptilar. Xullas, demak ikkilamchi jinsiy belgilar ham даже ona bilmaydi, ma'lumotga ham ega emas. Qanaqa holatda rivojlangan, o'zi tuklanishlar bormi, unisini ham aniq javob bera olmayaptilar, chunki qizlari oldimda yo'q, bo'lmasa men uni yechintirib ko'rgan bo'lardim. Meni eng taajjubga solgan va ham vrach sifatida g'azablantirgan, ona sifatida qayg'uga botishimga sabab bo'lgan bitta qizni taqdiri. Nafaqat bitta qizi taqdiri, u yoq tomonda to'y boshlab qo'ygan ota-ona. Unga mayli pul-ku topiladi dirsiz, lekin pulga ketayotgan kimdir shu pulni to'y qilishga ham ehtiyoji yo'q oilalar juda ham ko'p hozirgi kunda.
ne umidlar bilan to'y qilish, har bitta kelinni yoki o'sha o'g'ilni inshaalloh 9 oy 9 kunda bir menga nevara ne'mati bilan xursand qilar yoki o'sha uylanayotgan bola juda katta umidlar bilan mana Xudo xohlasa farzandli bo'laman deb oila qurayotgani va bu narsa ularni oilasida hech qachon bo'lmasligi ham vrach sifatida ham ayol sifatida mani judayam ta'sirlantirgan. Bu onalarni shu darajada e'tiborsizligi. Onajonlar, har bitta qiz va o'g'il bolalar, ya'ni qizlar jismoniy rivojlanishidan tashqari jinsiy rivojlanishi ham bor. Bu qiz bolalarda 8 yoshdan, o'g'il bolalarda 9 yoshdan boshlanadi. Sizda qizingizda agar u durkunmi, ozg'inmi, qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta siz uziy ko'rigiga boring va bolangizni hozirgi kunda endometrik zona bo'lganimiz uchun ularda yod tanqisligi natijasida ikkilamchi jinsiy belgilar va ikkilamchi jinsiy rivojlanish orqada qolish ehtimoli juda katta. Shuning uchun har bitta ona mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak va voyaga yetgungacha uni matkasini uziy qildirish, tuxumdonlari, ya'ni bittada ko'riladi bu narsa va o'g'il bolalarda ham xuddi shunaqa jinsiy organlar uziy qilinadi. Mana o'zim praktikamda, mani qabulimga kelgan har bitta bemorlar buni bilishadi. Men albatta rivojlanish yoshiga yetgan o'g'il va qizlarni uziy tekshiruvdan o'tkazaman. Bu narsa bizani keyinchalik ona bo'lishimizda, follikullarni yetilishida, jinsiy rivojlanishni kuzatishimizda, ayollarda ikkilamchi belgilar, ko'krak, tuklanishlar qanaqa, o'g'il bolalarda ikkilamchi belgilar, soqol, mo'ylov, tuklanishlar qanaqa. Bunga har bitta ota va ona juda ham katta mas'ul. O'g'lingizga o'zingiz uyalsangiz, chiroyli qilib tushuntirishlarini olib borib xo'jayingiz ko'rsalar bo'ladi. Agar xo'jayingiz ham uyalsalar, o'sha uni katta bola deb bizda o'zbekchilikda uyalaman deb ko'p ishlatishadi. Prosta urologga borib tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Chunki ularda moyaklar qanaqa, ayollarda matkani rivojlanishi qanaqa, gipoplaziya, ya'ni matkani o'sishdan orqada qolish belgilari bormi? Hayz haroy kelyaptimi? Onajonlar, e'tiborli bo'linglar bu narsaga. Chunki sizlar nafaqat bitta qizni taqdiri, nafaqat boshqa insonni niyatlar bilan, orzu, umid bilan to'y qilayotgan boshqa insonni ham taqdiriga befarq bo'lmagan bo'lasizlar. Hayotimdagi bu narsa meni juda ham xafa bo'lishga deymizmi, ayol sifatida juda qattiq ta'sirlanganman. Bizni vrach bo'lsa ham, albatta bizda ham qalb bor. Ona sifatida, o'sha ikkinchi tomonni to'y qilayotgan onani misolida juda ham bu narsa meni qattiq ta'sirlantirgan. Har bitta ota-onaga bu narsada juda ham e'tiborli bo'lishinglarni so'rardim va hozirgi kunda meditsina, tibbiy madaniyat juda ham rivojlanyapti. Uziy vrachlar juda ham ko'p. Oldingidagi masalan bemorlar poliklinikaga chiqishga uyalishgan yoki uchotga qo'yib qo'ysa qizimni uzata olmayman degan holatlar bo'lgan. Hozir demokratik zamonda yashayapmiz. Bu narsalar hamma narsa ochiq oydin qilinadi. Albatta to'ydan oldin tekshiruvlarni ham pul bilan to'g'irlamaslikka harakat qilish kerak. Bu narsa ham ikkinchi oilani ham bu oilani qanaqadir emotsional holatlar, buzilishlar, oila buzilishlarini oldini olgan bo'lamiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishdan kech qolishida yoki jinsiy rivojlanishning orqada qolishida asosiy rollardan biri endokrinniy muammolar hisoblanadi. Demak, siz o'smir yoshdagi farzandingizni hech narsa bezovta qilmasa ham, hayzi vaqtida ko'rsa ham 1 yilda 1 marta endokrinolog konsultatsiyasiga murojaat qiling. Chunki bizni O'zbekiston regioni yod yetishmasligi endemik zona hisoblanadi. Yod tanqisligi organizmda ikkilamchi jinsiy rivojlanish yoki ikkilamchi jinsiy belgilarni rivojlanishini orqada qolishiga asosiy turtki hisoblanadi. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunga o'xshash ta'sirli, balki ayanchli deyishimiz mumkin bo'lgan holatlar uchragan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Siz farzandingizni qachon ultratovush tekshiruvidan o'tkazdingiz?